Ushbu seminar har hafta o'tkazilib kelinmoqda. Sababi bankimizda bo'layotgan jarayonlar, yangiliklar to'g'risida axborot berib o'tiladi qisqacha. Mana bu bankimizda omonat turlari to'g'risida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Omonat turlarining 2 yildan 3 yildan 1% foizi pastga tushirildi. Buning sababi bankning daromadidan aksiyadorlar kengashi, o'zaro kengashi tomonidan berilgan qaror hisoblanadi. Endi asosan Barakali so'm universal standart 2026 milliy valyutada 2026 yaxshi dollarda, stimul yaxshi dollarda omonat turlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritildi. Buning asosiy sababi ham o'sha bizning bank tomonidan olinayotgan daromadimiz hisoblanadi. Dollar hisobidagi stimul bilan yaxshi dollarda berilgan 2026 omonat turlarini 7,5% dan 5,5%ga 7%dan 5%ga tushirildi. Endi barakali so'm universal standart omonat turlarida 2026 omonat turlarida ham o'zgarish bo'ldi, 1%dan pastga tushirildi. 26%dan edi, bugungi kunda 20%dan